samarali va fidokorona mehnati uchun ajoyib tashakkurnoma bilan Feruza Tanqurova albatta tashakkurnoma bilan ulardan mukofot qilamiz. Chiroyli olqishlar. Maxsus tashakkurnoma bilan pardalarga alohida did bilan nafosat bilan yondashgan opamizga bitta chiroyli olqishlar bo'lsin. Navbatdagi tashakkurnoma Begimqulov Elbek ushbu tashakkurnoma bilan albatta mukofot qilamiz. Bitta chiroyli olqishlar bo'lsin. Bahroga nishon bitta chiroyli olqishlar bo'lsin. Bahroga kelishlar sog'lom bo'lsin. Siz eng yaxshi munosibsiz. Rahmat aka. Navbatdagi tashakkurnoma Ismoilov Davron akamizga ushbu tashakkurnomani taqdim etamiz. Chiroyli olqishlar bilan taqdim etamiz. Davomiy bo'lsin. Navbatdagi tashakkurnoma Baratov Ziyodulloh. Ustalarimizga bitta chiroyli olqishlar bo'lsin. Jannatdan asr uyimizga albatta mustahkam darvozalarni taqdim etgan Ma'ruf aka O'rolovni sahna markaziga taklif etamiz. Rauf Oybekjon aka albattaga tashakkurnoma bilan taqdirlanadi. Albattaga tashakkurnoma Anvar aka Mustoqilovni. Aka, bugun yetadigan rozi bo'lasiz. Zohdaga Shodmonqulov navbatdagi tashakkurnoma bilan taqdirlanadi. Albatta uyimiz